61 yili 1 ay yanvar kanikul mezgili. Men kanikulda uyga berip 10 kun turib qaytdim. O'quvchilar kanikul jarayonida maktab tashkiliga ayrim o'qish ustida o'tinish va talablarni yezib, o'z fikrini davomli bayon qilib turgan ekan. Lekin maktab tashkili bu fikrni rad qilib, zoda ayrim o'qish mumkin emas. Agar ayrim o'qishni talab qildikansizlar, sizlarga o'qish yo'q. Maktabdan ketisizlar. O'qiymiz deydikansizlar, birlashib o'qiysizlar. Bu yuqorining maktab tashkilotining buyrug'i deb uqtiribdi. O'quvchilar qanday qilish kerak? Ketish kerakmi yoki birlashib o'qish kerakmi degan masala ustida muzokaralashib, talash tartishdan keyin ketish kerak emas, tetish kerak. Bizlar ketmaymiz, bularga amdi teteymiz degan qarorga keldi. Lekin o'qish boshlashdan bir necha kun burun mudiriyat ishxonasidagi planlar ustida o'qituvchimiz Abdushukur bizning qaror boshlig'i Ahmad To'xtaga xabar yetkazibdi. Mudiriyat ishxonasidagilarning agar 22 fevral bütün o'quvchilar o'qish boshlamaydigan bo'lsa, bütün maktabdagi o'quvchilarni yig'ib, maktab bo'yicha cho'ng yig'in echib, yig'inda 3 o'quvchining delosini o'qib, ularni qo'lga ilib, qolganlarga majburiy o'qish boshlashni o'tirib qo'ymoqchi bo'lganligini debdi. Bu ahvolni anglagan o'qituvchi bizga sizlarning bu qilgan harakatinglarmi yetarli bo'ldi. Endi o'qish boshlanglar. Bu harakatinglar bütün Şinjan xalqi uchun zo'r ilhom bo'ldi, ham ta'sirmi cho'ng bo'ldi. Bu Şinjan tarixidami kichik ish hisoblanmaydi deb o'z maslahatini yetkazib qo'yibdi. Biz bu ahvolni anglagandan keyin o'ylanib ko'rib, o'qish boshlashni qaror qildik, ham o'qish boshladik. Bizning Xanza o'quvchilar bilan birga o'qishimiz ularni intayin xushal qildi. Aramızdaki bazı meydani boş o'quvchilar bu ahvoldan cho'chib, bizning ishimiz xato o'xshaydi. Keyin bu ishdan bir chatoq chiqmasin degan o'y bilan qarshi tarafdagilarga iltimos yezib, o'z xatoliklari uchun kechirim so'rab, ular tarafga o'tishni iltimos qildi. Hamda u tarafga o'tib olib, bizning oramizdagi ba'zi narsalar ustida maktab tashkiliga inkos qilishdi. Ikki taraf o'rtasidagi ziddiyat va qarama-qarshiliklar uzluksiz davom qilib keldi. 60-61 yillari bütün Şinjan bo'yicha ocharchilik ofati yuz berdi. Ko'plagan gongshiylar va Bay noyesi davlatga ochliq topshirish vaqtida belgilagan normani topshirib bo'lolmay, xalq yeydigan zapas ochliq, hatto urug'liq ochliqning hammasini hukumatga o'tkazib etib, shu yili bütün noyedagi va nurg'un gongshiylarga xalqlar ocharchilikdan o'lib ketgan. Bu açlıqlarning hammasi kecha-kunduz to'xtamay poyezd orqali ichkari o'lkalarga qo'shilib, Şinjan xalqiga yeydigan ochliq yo'q. Şinjanda ocharchilik yuz berdi. Nurg'un xalq bir parcha nonga zor bo'lib o'lib ketdi. Malika shu yili kanikuldan qaytganda G'ulji shahrining o'zida Şinjan xalqiga 12 yil ta'minlaydigan ochliq elindi deb G'ulji gazetlarga yozib chiqdi. Bir G'ulji tuproqidan shuncha ochliq chiqsa, Şinjanning boshqa yerlardan chiqqan ochliqlarni qo'shganda oz ochliq chiqamdi. Lekin Şinjan xalqi bo'lsa ocharchilikda o'lyotidi. Bu qanday gap? Şinjan o'lkasi ichkari o'lkalardagi nurg'un kambag'al Xitoy xalqini ochliq, go'sht, yog', chorva mol, xom ashyo materiallari va yer osti boyliqlari, hatto o'g'it, tuz bilan ta'minlab, oxiri Sharqiy Turkiston o'zi namratlashib qoldi dedi. Bu masalalar hammamizning ko'nglidagi bir cho'ng to'qinish edi. Sharqiy Turkiston xalqining kelajagini o'ylab bosh qotirgan bizning yuqoridagi odamlarimiz bo'lsa, Xitoy hukumatining ko'zini bo'yab jon boqatdi. Hukumat ularga oliy darajali kadrlar deb nom berib, eng yaxshi ta'minot fursati bergachga, ularning kallasini ishlamas, ko'zi ko'rmas, qulig'i anglamas bo'lib qoldi. Şunun bilan ular heykal boshliq bo'lib turaverdi. Bütün amaliy huquq bo'lsa Xitoyning qo'liga o'tdi. Rahbarlar bunday ahvolda tursa, Sharqiy Turkiston xalqining kelgusi uchun so'z qilish mumkin bo'lamdi. Biz o'quvchilar kecha-kunduz bu haqda so'zlab qaynab ketamiz, ammo bizning qo'limizdan nima kelsin deysiz?
Biz doktorxonalarda kasal ko'rishda ocharchilikdan ishiq va jigar kasali bilan ham qo'rsoq ochliqqa chidamay yovvoyi o't cho'plarni yeb zaharlanib kelgan og'riqlarga yordam qilib qutuldira olmay o'z qo'limizga jon berganda o'zimiz ham tang o'lgandek ruhiy besim ostida og'rib qolardik. 61-yili iyun. Oydin kecha. Butun atrof yo'p-yo'riq, shundoq chiroyli ko'rinadi. Maktabdagi butun binolar mehribonlik bilan kulib boqqandek, dal-daraxtlar yozning yumshoq shamolida bizni erkilatgandek lingshib yupurmoqlari bizga shivirlagandek shildirlab turadi. Yozning salqin shamoli yuzimni silab erkilatgandek bo'lib, yumshoq sochlarimni uchirib turadi. Oh, nima degan chiroyli tabiat, dedim men o'z-o'zimga ham yotoqqa kirmay mushu sap havoda sirtda biroz o'ltiraychu deb o'ylab, yotoq binosining oldidagi yo'l chetidagi simotga kelib o'ltirdim. Tabiatning go'zalligidan huzurlanib, o'zimni shuncha rohat his qilatdim. Muzokaradan qaytgandan keyin oblis bilan oblekim meni ko'rib, "Hoy, siz bu yerda ekansiz-ku" deb yonimga kelib o'ltirishdi. Ularning orqasidan Malikami kelib o'ltirdi. Biz bir az chaqchaq qilib kulishib o'ltirgandan keyin oblekim bugungi Xanzu bolalar bilan bo'lgan to'qinishlar ustida xafa bo'lib so'zlab ketdi. Malikami bugun Qarmaydan kelgan bir og'riq kishi bilan tanishib qolganligini, u kishidan Qarmaydagi xalq turmushining eg'irligini, Xanzular bilan millilar o'tirsidagi yuz bergan to'qinish ustida so'zlab berganligini aytdi. Shuning bilan biz yana shu turmushdagi nohaqchilik, milliy tamponsizlik, milliy kamsitishlar ustida talash-tartish qilib parangga tushib ketdik. Mushu nimalardan qutulgan kunimi bo'larmi, danglar, dedi Malika. Uning so'zidan keyin menmi necha vaqtdan beri o'ylab yurgan fikr xiyollarimni ularga aytmoqchi bo'ldim. Qaranglar do'stlar, buning uchun faqat birli yo'l bor. Milliy mustaqillikni qo'lga olganda, ondan keyin biz bu xo'rlikdan qutula olamiz. Buningdan boshqa amal yo'q dedim. Ras, buningdan boshqa amal yo'q dedi. Malika birsi anglab qolmasin deb atrofga qarab bizga yaqin kelib, bo'sh ovoz bilan: "Uch viloyat inqilobi g'alaba qilgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi, ha?" dedi jiddiy qiyofatda. Vatan o'zimizning, hokimiyat o'zimizning bo'lib, bu haqlarni ko'rmagan bo'lardik. Darslarni o'z tilimizda o'tgan bo'lardik. Malika bu so'zni davatganda dadamning menga aytib bergan so'zi yodimga keldi. Ha, dadam menga deb bergan milliy armiyalar Manas ko'rigiga kelganda Urumchidagi va butun Shinjongdagi Gomindanchilar bilan barliq Xanzular qochib ketib, hatto Gomindanga yaqin deb gumon qilgan millilarmi qolmagan ekan. Xitoy armiyasi bilan Xitoy kommunistlari kelmagan bu orliqda xalq milliy armiya keladi deb har kuni degidek qarshi elish murosimi bilan kutib turganda, milliy armiyaning o'rniga pilimot tanklar bilan to'liq qurollangan harbiy kiyimlar bilan og'zilariga maska taqagan Xitoy kommunistlari yetib kelibdi. Xalq qaymoqib bu nima gap bo'lib ketdi? Biz milliy armiyani kutsak, Xitoy armiyasi keldi-ku, bu qandaq bo'lgani deyishib ketgan. Ba'zilar milliy armiya deganimiz hammasi Xitoyga o'xshaydi-ku desa, yana ba'zilar og'zi burniga qurut to'shib ketgan odamlarmi nima bu deb hayron bo'lishgan. Bularning Xitoy kommunist ekanligini anglagan kishilar bir Xitoydan qutulib, yana bir Xitoyga tutuldikmi nima deb yig'lashgan. Milliy armiya o'rniga kommunist Xitoylar keldi. Hammamizning kutgan umidlarimiz yo'q bo'ldi. Biz kutgan milliy armiyamiz Manas ko'rigida 4 yil midir qilmay yotdi, dedi. Men dadamdan nima uchun kelmadi, nima uchun milliy armiya u yerga yetib qoldi deb so'raganimda, dadam milliy armiyaning bosh qo'mondonlari O'rusning odamlari bo'lib, Sovet hukumatining buyrug'i bo'yicha ish elib berilgan. O'rus Xitoy kommunistlari Sharqiy Turkistonga kirgicha milliy armiyani Manas ko'rigida tutib turdi deb tushuntirdi. Men qoyil bo'lmasdan yana dadamdan so'radim. Nima uchun o'ruslar Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishiga qarshi chiqadi? Ularning Shinjongda nima ishi bor? Nima uchun aralashadi? Dunyoda siri oshkor bo'lmagan ishlar ko'p. Shuni bilginki, har kim o'zi uchun ishlaydi. Sen uchun qayg'urib, sen uchun ishlaydigan odam yo'q. Har kim o'z g'imini o'zi yeyishi kerak. Boshqalar kelib bizni ozod qildigan deb kutma.
Öz o'rningda o'zing tik dasab tur. Birarsi kelib qo'limni tortib turg'izarmikin deb kutsang, oyoq ostida dasilib, chaynilib qolsan deb savrchanlik bilan tushundirgan edi dadam. Ular mening so'zimni shunchalik diqqat bilan angladiki, hatto men so'zimni tugatib ularga qarsam, ular meni xuddi yana nima derken degandek ko'zimga qarab qoldi. Orliqni xeyligacha jimjitlik bosdi. Oxiri bu nuqtaga ketib kelib, o'ltirgan abla so'z boshladi. Üç viloyat inqilobi mushundaq yo'llar bilan yo'q chiqqan ekanda, asli mundaqdan. Bizning xalq bek yuvash, oq ko'ngil bo'lganlikdan o'z qo'lidagi huquqni boshqalarga tatqizib qo'ygan. Agarda bu inqilobda rahbarlar va komandirlar o'z odamlaridan bo'lgan bo'lsa, ozodlikqa tashna bo'lib turgan xalq cho'qim g'alaba qilmay qolmaydi. Mustaqil bo'lishning eng yaxshi fursati qo'ldan ketib qopti, dedi Malika boshlanish deb turib. Ichinarliq ahvol, hamda bundaq fursatning kelmigi tez. Dushmanimiz bizning kuchlik ham cho'ng, hamda ko'p qon to'kmay ozodlikni qo'lga keltirgili bo'lmaydi, dedi Ablikim. Ablikimning so'zini quvvatlab, hozir xalq ichida undaq ozodlik deb intilish yo'q, chunki hukumat sotsializm, kommunizm deb xalqning beshini aylantiribdi. Xalqning ozodlik degan intilishini Gomindangdan ozod qildik debla ozodlikka bo'lgan tashnalikni bosdi. Xalq hozir xotirjam uxlab yetibdi. Eng oldi bilan xalqni uyg'otish kerak, dedi. Rost, xalqni uyg'otish bekmi qiyin. Ular sotsializmga qarshi turish Alloh oldida gunoh bo'ladi deb sotsializmga qarshi chiqishdan shundoq qo'rqidi. Xalq kommunizmga borganda qiyinchilik tugab rohatga chiqadi degan umid bilan har qanday qiyinchilikqa chidab kommunizmni kutib o'ltiryotdi, dedim. Hammamiz kuldik. Rost bular taktikada ustulik ishlatdi deyishdik. Bular shunday qilib bizni yeb tugutdi. Xalqni uyg'otish kerak. Xalqni qanday qilganda uyg'ota olamiz? Sotsializm, kommunizm deganlarning qo'ral ekanligini xalqqa uqtirish, tushuntirish kerak, dedi Malika. Parangimiz borgan sari qizib ketyotdi. Paranglashgan sari bir-birimizning yangi o'y fikrlarini anglab, har bir yangi o'y fikrlar o'tirg'a qo'yganligida xo'shalligimizdan texmu astaydil ish qilish irodamiz chiqib ketdi. Bular xalqni sotsializm, kommunizmni yolg'onda maqtab, har turli yo'llar bilan tashviq qilib, ishontirib kelgan bo'lsa, endi bizlarmi xalqqa haqiqatni tushuntirishimiz kerak. Xitoy hukumati bek taktika bilan ish qildi. Hokimiyat ustida ozroq vazifasi borlarni oliy darajalik kadrlar deb oliy darajalik ta'minlash bilan ularning og'zini yog'lab oldi. Odatdagi o'qigan kadrlarni o'z turmushiga yetarlik ta'minot bilan ta'minlab, maqtab yolg'ondan qo'lga huquq bergan qilib, haykal o'rnida o'ltirg'izib aldab keldi. Ishchi dehqonlarni bo'lsa, kommunizmdagi yolg'on baxtlik turmushlar bilan ularning mengisini qatirib qo'ydi. Shuning bilan Xitoy hokimiyat beshida butun huquq Xitoy qo'lida. Sharqiy Turkistonning boyligi ishkiri o'lkalarga suvdak eqib ketib boradi. Shuncha boy tuproqning egisi nomrodlikda qilyotidi. Xalqqa haqiqatni tushuntirib tashviq qilish uchun ko'p kuch, ko'p odam va iqtisod kerak. Tashviqotni har shahar, har o'rin, har sohaga ilib borganda, ondan natijaga erishish mumkin, dedim men. Bu so'zimdan keyin Ablis bir oz o'ynab qolgandek. Hozir bir oz baldur vaqti kelganda ondan ish boshlasak bo'larmikin deyishga Ablikim uning so'zini bo'ldi. Vaqti kelsin, qachon vaqti keladi? Bu Xitoylar Shinjonga suvdak eqib kelvasa, keyin bir odamga 100 yoki 1000 Xitoy to'g'ri kelsa, u chaqda bir odam 100 yoki 1000 odamni yo'qota olamdi deb qizib ketdi. To'xtanglar, bundaq bizga o'xshash o'ylaydigan odamlarni yo'q demisizlar? Biz bo'lsak yosh o'quvchilar, biz texi hech narsa bilmaymiz. Beshimizdan hech qanday ishlar o'tmadi. Ko'rganimizmi oz, bilganimizmi oz, yashaganimizmi oz. Ko'pni ko'rgan, ko'pni bilgan odamlar bu haqda o'ylamaymi, o'ltirmagandu, balki ishlayotgandu. Biz shularni izlab tepib, shular bilan birlikda ishlasak deb o'ylayman, deb ularga uzundan beri o'ylab yurgan fikrimni aytdim. Agar ularni topsaq, men birinchi bo'lib ular bilan birga ishlaydim, dedim. Mening so'zim tugamasdan menmi birga ishlaydim deb Malika muramni tutdi. Menmi, benmi. Ablikim bilan Ablizmu orqadan qo'shildi.
Biz to'rtimiz bir-birimizga bekmi yaqin qarindoshlardek bo'lib, bir-birimizga bo'lgan do'stlik mehrimiz texmo cho'nqurlashgandek bilindi. Shuningdan keyin biz agar shunday kishilar yoki tashkilotlarni topsak, bir-birimizga xabar qilib tanishtirganligimizga kelishdik va yozlik kanikulda izlanib ko'rmoqchi bo'ldik. Biz maktabga kirgan kundan boshlab yaqin do'st bo'lib keldik. Bugungi o'rtaq fikrimiz bizni texmo yaqin do'stlardan qildi. 61-yili 28 avgust. Kanikuldan qaytib maktabga kelsam, oldimga bir to'p saboqdoshlarim yugurib chiqib, "Xush xabar, ayrilib o'qiydigan bo'ldik. Yotoq sinib, tomoqlarning hammasini Xanzu o'quvchilardan ayirvatdi" deyishib, xushalligimizni quchoqlashib, shodlik ko'z yoshlarimiz bilan bir-birimizni tabriklashdik. Yotoqqa yugurib bordik. Bütün yotoq koridorlar pokiz, ozoda, o'zimizning bo'pti. Zaynura, Maryam uchimizni bir yotoqqa qo'yibdi. Yotoqlar ozoda, pokiza, shundoq chiroyli ko'rinib ketdi. Nima degan yaxshi, nima degan baxt deb xushal bo'ldik. O'quvchilar hammamiz hayron qolishdik. Bultur bizga bundoq qilish mumkin emas degan edi. Qandoqlarcha bizni bundoq ayirib qo'ygandi deb bir-birimizdan hayronlik ichida so'rashdik. Qandaqla bo'lmasin ayrilib o'qiganimizdan xushal edik. Mushu kun uchun bultur bir yil tartgan ruhiy besim, ruhiy azoblarimizni o'ylab bizning qarorning rahbari bo'lgan Ahmad To'xtadan so'radik. Bultur bularning hech birini ayirib o'qitadigan niyati barda qilmayotdi. Qanday qilib bundoq yaxshi ish bo'lib qoldi? Bizning bulturgi o'qish tashlash harakatimizni Şinjangda bo'lgan yomon ishlar qatorida doklad qilgan ekan. Bu xabarni mavzudan anglab, Şinjangdan majlisiga kelgan Saybiddin Azizdan so'rgan ekan. Saybiddin tibbiy institutdagi o'quvchilarning Xanzu o'quvchilaridan ayrilib o'qish niyatida o'qish tashlash namoyish chiqqanligini maktab tashkiliy va ma'rif nazorati Gong'anning odamlari birlashib, o'quvchilar harakatini majburiy holda aram besiqtirganligini so'zlab beribdi ekan. Buni anglagan mavjushi, bu yaxshi ahvol emas. Her qanday ish chiqsa oldi bilan o'quvchilardan chiqadi. Sotsialistik davlatda o'quvchilarga qarshilik qilib o'qish tashladi degan yaxshi ish emas. Ular qanday talab qilgan bo'lsa, shu bo'yicha hal qilib beringlar. Bundaq ishlar xalqaroga yeyilib kelsa, bizning sotsialistik mamlakatning yuz obro'yini to'kidi degan ekan. Shu mavjushining so'ziga asoslanib, bizning talabimiz bo'yicha ayrilib o'qishimizga qo'shilibdi deb xushallik bilan so'zlab berdi Ahmad To'xti. Men Ahmad To'xtining so'ziga zodla ishonmasdim. Ahmad aka, siz bizlarni shanxu qilib so'zlayotgamsiz nima? Dedim va ichimda bu bizni vaqtliq aldash uchun qo'llangan bir tadbir deb o'yladim. Qizlar kulishib ketdi va orqa-orqadan "Ha, yolg'onmi ya?" deb so'rashdi. "Yo'q, bu rost. Men uni cho'ng yerdan angladim", dedi keskin holda Ahmad To'xti. Mening ishongim kelmadi, chunki maktabdagi bir qara o'quvchilarning o'qish tashlash harakati shu Beyjingga yetib borg'idek, mavjushi bilan qatirg'udek murakkab ish emas-ku deb o'ylab qo'ydim. Rost shunday ekan. Ahmad To'xti maktabdagi mudirlardan anglabdi, dedi Malika uning so'ziga ishinib. Ko'p o'tmasdan o'qish boshlandi. Milliy o'quvchilarga ayrim sinflarda dars o'tildi. Darslar bizning talabimizga loyiq tushunishlik qilib o'tildi. Ham yordamchi o'qituvchilarni ko'paytib, har vaqt darsdan keyin bizga ayrim dars tushundirdi. Shuningdan keyin o'qishimizmi ilgari surildi. O'qishlar ilgari surilgan sari o'quvchilarimiz xushal, ruhiy kayfiyatimi yuqori, darslar ko'ngilli edi. Izlanish 61-yil noyabr. Malika ikkimiz darsdan tushib, doktorxonaning ichini aylanib kelib Bizning kaynimizdan Ablika bilan ablizmi yetib keldi. Qizlar nega mangdinglar deb so'rdi ular va bizning javob berishimizni kutmasdilar. Biror yangiliklar bormi? Yo'lda yo'ldoshlardan xabar oldinglarmi? Biror iz o'rinni topdinglarmi deb jiddiy qiyofatda so'rdi va ikkimizga tang qaradi. Malika xuddi men o'ylagandek o'ylagan bo'lsa kerak, javob berish o'rniga ulardan "Nima, birarsi bilan uchrashib keldinglarmi yoki birarsini topdinglarmi?" deb ulardan qaytirib savol so'rdi. Ablika bilan abliz bir-birsiga qarab kulishib ketdi. Rostdan aytsak, 2 oydan ortiq vaqt bo'ldi. Biz yakshanba kuni maktabda bo'lmadik.
Her şənbə günü dərsin çıxıb bütün institutlarga, zavod, fabrika qatarlıq orunlarga, qısqası tonuşumuz bolğan orunlarning hammasiga berib chiqdik. Təşkilatdan birəsinin xəbəri barmıdı degan ümid bilan urinib ko'rdik. Lekin qandaqda ümid yo'q. Ablizning so'zini Ablikim bo'ldi. Bizning ümid qilgan odamlarimiz xuddi onaning qo'rsqidagi bu vaqtdek uxlab yetibdi. Ular Şinjanning tarixiy to'g'riliq hech qanday narsa bilmaydi ekan. Şuna Şinjanning o'tmishi va kelgusi uchun qayg'urib o'ylab yurmaydi ekan. Biz ularga o'zimiz bilganning hammani tushuntirib, so'zlash orqali ularning ko'zini ochdik. Ular hamma ahvolni tushungandan keyin ta'sirlanib xuddi hozirla qurol ilib jangga kiradigan jangchidek hayajonlanib, biz xalqimiz va vatanimizning ozodligi uchun o'lsak ormanimiz yo'q, texmi sharaf his qilamiz deyishib, tong otqicha uxlamasdan paranglashib chiqdik. Unumsaq unumay yakshanba kuni qo'ndirib kelib, dushanba kuni darsga ulgurib oron keldik. Ular bizni unutib qolmay kelib turinglar deb bizni uzitib qo'ydi. Hammamiz ichinarliq, butun xalq tegicha g'aflat uyqusida uxlab yotibdi. Ablikim so'zlab etib, yonchiqidan qo'l yog'liqini ilib, burnining ustidagi tarni surkash so'zni davom qildi. Bu holatda hozir nimadan umid qilasan? U bizga umidsiz qaradi. Bizmi sizlarga o'xshash har shanba kuni shaharga kirib, yakshanba kashda maktabga qaytib yurdik. O'zimiz uchratgan kadrlar, o'qituvchilar, xizmatchilar, ishchilar bilan so'zlashib ko'rdik. So'zlashish jarayonida hozirgi vaziyat, xalq turmushi, doktorxonalardagi va boshqa o'rinlardagi tangpungsizlik ahvollari so'zlanib, oxiri mustaqil bo'lmoqcha bu qiyinchiliklardan qutulish mumkin emas deb o'tirg'a ochiq qo'ydik. Bu so'zimizni anglagan ba'zi odamlar qo'rqindan og'zi ochilib, "Fukam, hajab qo'rqmay gap qilsiz-ku, mustaqillikdan iborat bu cho'ng ish kimning qo'lidan keldi? Yaxshisi tinch yashashni o'ylang" degan edi. Men o kishiga, "Siz aytib beqinglar, bu ish kimning qo'lidan keldi? Kim kelib bizni mustaqil qilib qo'ydi? Bizning mustaqil bo'lishimiz kimga kerak? O'zimizga kerak. Kelajakni biz o'zimiz o'ylamasak, bizning o'lik tirikimiz bilan hech kimning kori yo'q. Kelajakni o'ylamay bo'lmaydi" degandek gaplar bilan ularning yiroqni, kelgusini o'ylashiga ilhom berdik. Hatto ularni qo'rqitib, "Hozirgi bu Xitoylar mol mulkimizni oldi. Kelajakda xotin bolalarni oladi. Millat barxan siri tugaydi. Millat ejdahoning qo'ynida g'aflat uyquda uxlayotidi" debmi aytdik ba'zi kishilar. "Fukam, bizni tinch yashag'ili qo'yinglar" deb chiqib ketdi. Yana ba'zilar, "Sizlar bek yosh ekansizlar, bundoq yo'lda mangsanglar yaxshi oqibatga qolmaysizlar, diqqat qilinglar" desa, yana ba'zi kishilar, "Fukam, singan ninanglarni yeb, o'qishinglarni o'qib tinch yashanglar" dedi. Shuning bilan biz izdegan odamlarimizni topolmadik. Biz so'zlayotgan orliqda Turnisa Rozi Malikani chaqirtib elib ketdi. Biz uchimiz so'zimizni davomlashtirib Malika ketgandan keyin men Malika ikkimizning so'zni oxirlashtirmoqchi bo'lib, so'zimni davomlashtirdim va ularga o'z fikrimni aytdim. Men ko'p o'ylandim, ko'p izlandim. Hatto ko'z oldimga ular qandoq odamlardi, egiz bo'yliq, g'ayratlik, aqlliq, o'zini tutgan odamlar bo'lishi mumkin deb o'ylab, shundoq odamlarni el ishidan izlabmi ko'rdim, lekin topolmadim. Oxiri ko'p o'ylanishdan keyin u tashkilotni o'zimiz qurib chiqsak bo'lmamdi degan o'yga keldim. Shu tashkilot qurg'uvchilarmi alohida odam bo'lmasdan bizga o'xshash odamdi, odam qilgan ishni qila olamdi. Qandoq dedim, sizlar qandoq qaraysizlar? Men bu so'zni rostdan aytayotganligimni, har qanday vazifani o'z ustimga elishga tayyorligimni, mas'uliyatchan va ishonchli odam ekanligimni bildirib, xotirjam holda ularga savol nazari bilan qaradim. Ablikim kutilmagan bu so'zdan xo'dqib ketgan bo'lib, Ablizga lappida qaradi va o'ylanmasdilla, "Yo'q, bu ishni biz qanday qila olishimiz mumkin" dedi. Ablizmi Ablikimning so'ziga qo'shilib, "Bu biz o'quvchilar qilolug'idek unchalik oson ish emas" deb mening so'zimni rad qildi. Men ularga o'z fikrimni tushuntirishga tirishdim. Rost, sizlar degandek haqiqatan qo'rqinchli, murakkab ish. Ammo bu ishlarni qilgan odamlarmi bizga o'xshash odamlar. Bu ishni qilganda biroqla qo'ral ko'tarib, hurra deb maydonga chiqib, so'qishga otlanmaymiz.
Biz sizlar degandek oldi bilan maktablarga berib, asta yo'shurun holda tashviqot elib berib, o'quvchilarni qo'zg'atishimiz kerak. Ondan xalq ommasining ichiga tushib, tashviqot elib berishimiz kerak. Xalq ommasi uyg'onganda ishlar asta o'zligidan yurishib ketadi. Shu jarayonda yaxshi odamlarga uchrashishimiz mumkin. Hatto yaxshi rahbarlarni tepishimiz mumkin. Endi bu ishning yomon tarafini o'ylamasaqmi bo'lmaydi. Türme, zindonlarga tashlanishimiz, hatto o'lim jazosi bilan jazolanib, o'lib ketishimiz mumkin. Tug'ildiqmi, homini bir o'limiz. Ajal degan narsa hamma odamning beshida bor. Qo'l va asir bo'lib yashagandan xalq uchun bir qadam dastlab o'lsak, bu ortiq emasmi? U deganingiz xo'ras, dedi Abduz mening so'zimni qo'llab. Biz paranglashqash mengib yotoq binosining oldiga kelib qapdiq. Mening so'zimdan keyin oramizni jimjitlik besib, hammamiz o'z xiyolimiz bilan jimjit holda ikkinchi qavatga chiqdik. Ondan xo'shlashib, o'g'illar o'z yotiqi tarafga, menmu qizlar yotiqi tarafga qarab ketdik. 61-yili dekabr. Tushdan burungi 3-soatlik darsdan keyin yeni yılga berilgan 4 kunlik dam elish vaqtidan foydalanib uyga qaytib, ota-onam va ukalarimni ko'rib kelay deb tayyorlandim va tushlik tomoqdan keyin sumkalarimni olib, qizlarga uyga berib kelganligimni aytib qo'yib, poyezd stansiyasiga qarab ketdim. Poyezd stansiyasidagi sut punktining mashinasi davomli Nansandan sut to'shib kelganligini anglab, shu mashina bilan ketarman deb izladim. Süt punkti deganimiz poyezd yo'lining chetiga joylashgan kichkina bir ishxona edi. Ishxonaga kirib ustal oldida o'tirgan mas'ul xodim Xanzodan so'radim. Süt mashinasi bugun Nansanga mang'amdi? Ha, 1 soatdan keyin menishi mumkin. Men shu süt mashinasiga o'tirib kelsam bo'lamdi? Nansanda kiming bor? Nima uchun borasan? U yerda ota-onam bor. Dadamning ismi Salih Valiyev. Ha, men u odamni taniyman. U bek yaxshi, aqlli, bilimli odam. Sen mushu yerda kutib tur. Balki birer soat yoki 2 soatdan keyin mashina mang'idi. Rahmat. Men sirtda kutib turay. Men sirtga chiqdim. Havo sovuq bo'lganlikdan kichkina uyning ichiga liq odam to'shib qolgan edi. Poyezd stansiyasiga birinchi qitim chiqqanligim uchun poyezd yo'li va poyezdlarni ko'rib boqim keldi. Poyezdni va yo'llarni ko'rib kelay deb poyezd yo'lining beshiga bordim. Keng maydonda yeyilib yotgan qatma-qat poyezd yo'llari va poyezdlarni ko'rib turatdim. Maydondan vagon so'raydigan poyezdning boshqasi yugurgan peti Shisan g'arbiy tog' tarafga qarab ketadi. Maydonning uyoq-buyoqiga qarab turatdim. Yiroqdan poyezdning kelayotgan ovozi anglandi. Men diqqat bilan poyezd kelayotgan tarafga, yana Qumul tarafga qarab poyezdning kelishini kutdim. Poyezdning kelishi odamga xuddi yiroqdan yer beg'irlab vaqirab-chaqirab kelayotgan ajdahoni eslatdi. Poyezd mening oldimdan o'tgandan keyinmi uning quyruqi texi tog' tarafdan chiqib bo'lolmagan edi. Shuncha uzun poyezdni ham ig'ir narsani qandoqmi so'rab keldigandi deb poyezdning bosh qismiga hayronlik bilan qaradim. Poyezd to'xtadi va butun eshik derazalari ochilib, odamlar tiqilib, bir-birini ittirishib, yiqilishib yurib, avtobus tarafga qarab ketdi. Poyezd kelishining oldida poyezd yo'lining chetidagi odam saqlaydigan yerga 10 necha Xitoy kelib turadi. Ular o'zining tuqqanlarining oldiga emas, balki mushu odamlarni o'rlashtiruvchi odamlar ekan. Har bir vagondan tushgan odamlar xuddi o'g'isi chuvilgan chumildek poyezd stansiyasiga patmasdan qista-qistan bo'lib, maydonda mang'udak yer qolmadi. Bu odamlar sirtdan qarasa xuddi qora chumilning o'ziga o'xshaydi. Hammasi o'xshash qora chopon, qora ishton, putida qora latxay, beshida qora shapka bo'lib, shapka ustidan har xil rangda shor bog'lab olgan. Har qaysining qo'lida ko'tarib olgan yoki yetilib olgan 2-3 dan, ba'zilarining 6-7 dan bolalari, hammasi 1-2 kichik bo'pa ko'tarib olgan pakar odamlar edi. Ko'rinishdan maktab yuzi ko'rmagan, umr bo'yi yaxshi kun ko'rmay, kambag'alchilikda qiynalgan odamlardek ko'rinadi. Bu odamlarga qarab, tova bir-birini qandoq farqlantirgandi deb o'ylab qoldim. Avtobus keldigan maydonga sig'may turgan odamlar xuddi poyezdning kelishini bilib planlab o'rlashtirilib qo'ygandek, kayni-kayndan uzilmay kelib,
turgan avtobuslarga tiqib kirgizib, odamlarni ittirib turib, eshikni aram besib mang'uzib, birining keyindan biri kelgan avtobuslar bilan 5-10 minutning ichidala maydonda birmi odam qoldirmasdan elib ketdi. Poyezd stansiya yana jimjit holatga keldi. Beshimga birini urib, uyqumni asta ochgan odamdek tovamni ming etib, maydonning chetida minutdek turib qoldim. Helga kelgan necha minglagan odamlar xuddi ezilqudek 15 minutning ichida taraf-tarafga tarqalib, maydon qup-quruq qolgan edi. Bu hol menga qattiq ta'sir qildi. Biz texi g'aflat uyqusida uxlab etibdik, deb hayronlikda turatdim. Yana poyezdning kelayotgan ovozi anglandi. Yana keldimi nima deb chaqqan mengib poyezd yo'lining chetiga chiqdim. Shesan texdan burilib yuk poyezdi chiqib keldi. Bu maxsus nefit to'shiydigan poyezd bo'lib, har bir vagonda nefit qachilaydigan maxsus cho'ng tung bor edi. Bu poyezdmi oldingi odam qachlab chiqqan yo'lovchilar poyezdidanmi uzun bo'lib, 20-18 gacha vagon edi. Shundaq cho'ng nefit vagonlariga qachilangan nefitlar ishki o'lkalarga Xitoy yeriga qarab eqib ketib boradi. Bularni ko'rib, og'zim ochilgan peti ketib qoldim. Uzun o'tmay yana bir yuk poyezdi uzun ketgan vagonlar bilan yetib keldi. Boshdagi bir qancha vagonda ot, kala, qo'y, uloqlar besilgan. Uning keyindan vagonsiz taxtayning ustiga yo'g'on qarg'ay limlarni tog'dek besib, to'mir zanjir bilan abjil bog'lab, Sharqiy Turkistonning o'rmon boyliqlarini besib, uning keyindan usti ochiq vagonlarga qachilangan ko'mirlarni va eng oxirgi 2 vagonda quritilgan odam o'g'idini besib o'tdi. Bu poyezdlarni ko'rib, asli mesele bu yerda ekan, xalq uxlab etibdi deb o'z-o'zimga so'zlab, turgan yerimda bir aylanib chiqdim. Shu ishlarni ko'rib, xiyol bilan Nansanga mangdigan mashinani unutib qoptiman. Süt punktiga oldirib kirsam, heliqi Xansu mas'ul kishi meni ko'rib hayron qoldi. "Voy, sen texi ketmadingmi? Mashina mang'ili 1,5 soat bo'ldi. Qanday qilsan endi? Ada mashina mangmaydi, boshqa kun kel" dedi. Şunun bilan qarang'i tushganda yataqqa to'mlab, qo'rsqim ichib, orang qaytib keldim. Yataqqa kirsam qizlar meni ko'rib hayron bo'lishdi. "Biz seni ketib qoldi desak, sen kech bo'lganda bu yerda yursan-ku, nelarda yurding?" deb kulishdi. Men ko'rgan narsalarim ustida ularga so'zlab berdim. Qizlar so'zlab qaynashib, kecha soat 1dan oshganda uxlashdik. 61-yil 31 dekabr. Әттегенде чайны ішіп болғандан кейін bir qancha qiz o'g'illar poyezd stansiyasiga chiqdik. Poyezd stansiyasi Urumchining kun betish tarafdagi Qizil tog'ning etigiga joylashgan bo'lg'achqa shaharning xeyli egizlikda turadi. Shunga kishilar poyezd stansiyasiga chiqdik deyishadi. Poyezd stansiyasida Sharqiy Turkistonga cho'milda kelayotgan Xitoylarni va Xitoy shaharlariga eqib ketayotgan Shinjongning boyliqlarini ko'rib, qiz o'g'illar ko'zlariga yosh ilib, bu Shinjong xalqi uchun bir cho'ng ofat bo'ldi. Shinjong xalqining beshiga shundoq cho'ng ofat va egri kun kelib etibdi deb ko'ngilsiz bo'lishdi. Bizni ko'rib turgan bir yashangan bo'y asta yenimizga kelib so'radi. "Bu yoqqa chiqib qapsizlarga balam, birarsining oldiga chiqdinglarmi ya?" "Yo'q, hech kim kelmaydi cho'ngdada. Xitoy shaharlarida bizning hech kimimiz yo'q. Faqat poyezd stansiyasini ko'rayli deb o'ynab keldik." Bunchoqlar ko'p Xanzuni ko'rib baxmagan o'quvchilar hayron bo'lib turishadi. Angacha heliqi bo'y yana so'z boshladi. "Men bu yerda tozlik qilaman. Tong otqicha poyezdlar odam to'shiydi. Bu odamlarla nelarga ketib joylashadigan tong qumga singan suvdek yo'qab ketadi. Bular uchun avtobuslarmi, mashinalarmi tayyor, qochilib ketadi. Voy xudoyim, Shinjong xalqi uchun bu Xitoylardan qutulish yo'q gap ekan. Bizlarni tirik yolmab yutmaslar bo'ladi-ku bular." Bu voy shundaq deginicha ketib qoldi. Biz bir kun poyezd stansiyasini aynib yurib, bir sotkada qancha martaba odam to'shiydigan poyezd keldi. Bir poyezd qancha vagon, bir vagonda qancha odam bor deganlarni hisoblab ko'rib, butun o'quvchilarning yuragi yerilg'idek bo'ldi. Voy xudoyim, yana 30-40 yil ichida Shinjong xalqi tugab, yerimiz Xitoylar qo'lda qoldi ekan, savoqdoshlar, qanday qilamiz? Bunga nima amal bor? Bizning qo'limizdan nima keladi? Bu bizning qo'limizga ish emas. Amsa kimning qo'lidagi ish? Agar bu ishlar bizning qo'limizdan kelmasa, balo qazo bizning beshimizga keladi.
Savaqdaşlar, ana shundaq talash tartish qilib, bir-birimizga bugungi ko'rganlarimiz to'g'riliq ta'sirotlarimizni so'zlashib, yotoqqa qaytib keldik. Poyezd stansiyasiga sayohat butun o'quvchilar orasiga hikoya sifatida tashviq qilindi. 62-yili fevralning 1-kunidan boshlab qishliq kanikulga chiqdik. Malika ikkimiz mushu kanikul vaqtida Nansanga bizning uyga bormoqchi bo'lib tayyorlandik. Erta mangimiz degan kuni ablis meni izlab kelibdi. Men siz bilan so'zlashsam, vaqtingiz bormi? So'rdi ablis. Yuring yotoqqa kirayli. Men ablisni yotoqqa boshlab kirdim. Malika yotoqda meni saqlab o'tirgan ekan. U o'zi yolg'iz edi. Ha, yaxshi bo'ldi. Malika muborak ekan. Ablis xotirjam holda yotoqqa kirgandan keyin xuddi bizga muhim so'z bor odamdek qarab, o'zinglar bilsizlar, biz ko'p izdandik, lekin biz izlagan yo'ldoshlardan xabar bo'lmadi. Shunga biz o'zimiz bir guruh bo'lib tashkillanib, qo'limizdan kelgan ishlarni qilib turaylik, ham ishlaguvchi yo'ldoshlarni izlaylik. Agar topsaq bir guruh bo'lib qo'shilamdik, yo'ldoshlarni topqicha yetaversak vaqtimiz boshqa o'tib ketadigan o'xshaydi dedim. Men xo'shalligimdan o'rnimdan sakrab turib ketdim va biz har qanday ishga tayyormiz, bosh kessimi qo'rqmaymiz dedim. Malikamu kelib meni quchoqlab oldi va xo'shaloldi. Biz o'lsakmi bosgan izimizdan yonmaymiz dedi. O'lsakmi tez bitmaymiz. Ablis mehribon ko'zlari bilan ikkimizga qarab, murimizdan tutib turib so'zini davom qildi. Biz o'lsakmi ayrilmaydigan qarindoshlardan, yaqin do'stlardan bo'ldik. Ablis so'zlab etib, ko'ziga issiq yosh oldi. Biz uchimiz yarim kechagacha cho'ng umidlar bilan parlaq kelajak haqida, oldimizga vazifalar haqida va biz duch keladigan qiyinchiliklar to'g'risida qizg'in so'zlashdik. Ablis chiqib ketgandan keyin Malika ikkimiz tong atqucha so'zlashib, so'zimiz tugamay ketdi. O'zimizda yangi bir hayot boshlangandek, ruhimiz ko'tarangu, ko'nglimiz umidlik ham xushal. Cho'ng vazifani o'z ustimizga olgan, ma'nilik hayotni boshlagan chin insonga o'xshash o'zimizda buyuk g'ayrat hosil bo'lganligini his qildik. Bu cho'ng umidlar bizni cheksiz xushallikqa cho'mdirdi.